Assalomu alaykum. Asiya fasad klinker ishqibozlari. Mana xudo xolasa navbatdagi uyimiz bitish arafasida turibdi mana. Juda chiroyli chiqdi. Bu mramor ko'rinishdagi lazer toshlarimiz. Juda chiroyli chiqdi. Ko'rib o'tsalar bo'ladi. Mana laklangan holati yaltirab, juda holatga o'tgan. Mana so'killar yaltirab turibdi. Mana derazalarda tunukalar ham qo'yilgan. Mana so'killar ustiga tunukalari. Mana uyimiz 200 kvadrat atrofidagi joyimiz. O'ta chiroyli chiqqan mana. Ko'rib o'tsalar bo'ladi. Bu fasadni plitkalar bizda har xil turlari, har xil ranglari bor. Bu plitkalarimiz devor tanlamaydi. O'zbekiston bo'yicha kelishgan narxlarda dastlabki qilib beramiz. Bu biznesga qiziqqan aka-ukalarda ishni ham o'rgatib qo'yamiz, qoliplarni ham ishlab chiqaramiz. Bizning manzil Farg'ona viloyati Bag'dod tumani. Kelib yotib ham ketishlari mumkin. Bizda YouTube, Instagram, Telegram kanallarimiz bor. Pastda qoldirib qo'yamiz. Bemalol kirib, ko'rib o'tib tanlasalar bo'laveradi. So'killari laklangan. Juda chiroyli chiqdi mana. Pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib zakaz qilaverasizlar.